Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va shahrimiz mehmonlari. Respublikamizda yonish va portlash xavfi yuqori bo'lgan kimyoviy moddalar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish, yong'inlar profilaktikasi samaradorligini tashkil etish, yong'in xavfsizligi sohasida davlat nazoratini takomillashtirish chora-tadbirlari samaradorligini kuchaytirish maqsadida favqulodda vaziyatlarni oldini olish va oqibatlarni bartaraf etish hukumat komissiyasining tegishli bayoniga asosan 20-may kunidan 20-iyun kuniga qadar yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri belgilandi. Shahar hududida yong'in xavfsizligini dolzarb 30 kun tadbirini tashkil etish va munosib o'tkazish ta'minlash maqsadida quyidagi ishlar amalga oshirilishi belgilandi. Birinchidan, o'ta muhim toifalangan va iqtisodiyot obyektlari, yonish va portlash xavfi mavjud bo'lgan hamda favqulodda vaziyatlar yuz berish darajasi yuqori bo'lgan obyektlar, shuningdek, odamlar ko'p yig'iladigan maskanlarda yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishini ta'minlash. Ikkinchidan, yozgi dam olish va sog'lomlanish maskanlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash. Uchinchidan, o'rmon fondi obyektlarida yong'indan muhofaza qilish. To'rtinchidan, uy-joy fondi obyektlarini yong'in xavfsizligi ta'minlash dolzarb vazifa etib belgilandi. Shahar hududida dolzarb 30 kun tadbirini tashkil etish va munosib o'tkazishni ta'minlash maqsadida Favqulodda vaziyatlar vazirligining tegishli farmoyishi qabul qilingan. Hurmatli yurtdoshlar va shahrimiz mehmonlari, dolzarb 30 kun tadbirda faol ishtirok eting. Yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya eting. O'zingiz va oilangizni yong'in degan balodan asrang. E'tiboringiz uchun rahmat.